Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Sifra coach, life coach Huriyan var. Bugun biz siz bilan 5 kodi haqida, aynan 5-sanada, 14-da, 23-sanalarda tug'ilgan insonlarda energetik kodi haqida gaplashdik. Energiya bu kirib kelyapti va biz buni albatta ong sistemamizda 5 yulduz bo'lar ekanda, masalan sistema geometriyasi bo'yicha. Siz bu energetikani qabul qildingiz. Bu energetikani endi yer olamiga o'zingizda fe'l atvoringiz, xususiyatlaringiz, tabiatingiz, amallaringiz orqali taqdim etasiz ekan. Qarangki, qanchalik darajada san'at darajasida taqdim etishni bilsangiz, ongli ravishda taqdim etishni bilsangiz, bu uchun siz o'zingizda kashf qilishingiz kerak ekan. Aynan ong sistemangiz sizning tug'ilgan kuningiz bilan sistemada ishlar ekan. Endi bu insonlarda eng zo'r life haki, qarangki, qop qorong'ilikda tasavvur qiling va u yerda yulduzlar. Masalan, qop qorong'ilikda yulduz chiqmasligi ham mumkin. Lekin qop qorong'ilikda umuman yo'l yo'q deb o'ylasangiz, aynan 5 sonidagi insonlar u yerdan yo'l topib, har bir insonga mash'ala bo'lib, projektor bo'lib, u yo'lda topa oladigan aslida eng kuchli energetikasi mana shunda, life haki mana shunda ekan. Biz bu iste'dodni Alloh tomonidan berilgan va buni chiroyli qilib yer olamiga mahorat bilan o'zimizni kashf qilgan holatda taqdim etsak, mana shu paytda bizda hayotimizda sifati o'zgarishni boshlar ekan. Baraka va hamma tomonlama o'zgaradi. Endi esa bunday insonlarda plyus tomonlari. Qarangki, bular erkin bo'lganligi uchun ularni maydonida erkin energetika bo'ladi va shuning uchun ular tafakkur qila oladilar. Shuning uchun tiniq fikrlaydi bunaqa insonlar. Shuning uchun ulardan maslahat so'rasangiz ham, ko'proq bulardan ustozlar, gurular, tadbirkor, biznesmen insonlar chiqar ekan. Endi esa risk qilishdan qo'rqishmaydi, chunki ular sirazi nol holatda ham har qanday variantdan chiqib ketish iste'dodi bor ekan. Endi qarangki, ular har bir inson bilan qalban ochiq munosabat qila oladilar va u insonlarga diplomatichni munosabat qilgan uchun hamkor bo'la oladilar. Endi qarangki, minus tomonlaridan bittasi, ular agar erkinligi bo'g'ilgan holatda yashasalar, atrofida shunday tergab tursalar, o'zini energetikasini erkin qabul qilmaganligi uchun ularda oshqozon sistemasi buziladi. Birinchi o'rinda o't pufak, jigar, oshqozonda ichaklar. Endi qarangki, yana hayotida nima bo'ladi? Risk qilishadi, chuqur o'ylamasdan turib, keyin uzoq muddatli plan tuza olmaydilar.